15.400 dollarga chiqdi dedingizmi aka? Tentovkasi bilan. Yangi. 14.700 mi shunaqa edi o'zi. Tentovkasi bilan 15.400 bas. Xo'p, 25 noyabr oyida chiqqan. 6000 kilometr. 6000. Yangi mashina. Yangi mashina. Gaz pas qo'yilmagan. Yo'q, gaz qo'yilmagan. Apketkadan chiqdi. Chiqdi apketkadan. Xo'p, kondisioner, pansioner hammasi cho'tki xudo xolasa. Cho'tki, yangida mashina. Salondan olindi. Aka, srochni sotilish kerakmi yo bemalolmi? Srochni. 13 ming qo'yamiz aka. 14 ming qilaylik. 13 mingga bo'lsin. To'g'ri, endi zarar bo'ladi aka. Bu mashinalar bo'lsa salondan olib chiqdingizmi, zarariga bo'ladi. To'g'ri, tentovkalarni ham, orqalarini ham, ichlarini ham zo'r qilib qo'yibsiz. Yaxshi, hamma joyida aybi yo'q. 13.200 qo'yib beraman. Nima deysiz aka? Qo'lni qo'yib yubormang. 13.200. 800 qilaylik aka. Aka, bitta gap aytaman. Agar rozi bo'lsangiz shunga qo'yamiz. Bo'lmasam aka, qo'ya olmayman. 13.400 dollarga bo'lsa, Bob barakasiga podpischilar nomidan. Bo'ladimi? Alloh barakasini bersin. Bo'ldi. Faqat rozi bo'ling aka. Bo'ldi. Shunaqa narxga qo'ysangiz sirasi ketadi aka, inshaalloh. Yarim soat Allohning amri bilan biz sababchimiz aka. Inshaalloh. Bosib olinglar, 13.400 dollarga 2000 dollar zarariga ketyapti. Bosinglar.